Xayrli kun o'quvchilar. Bugungi darsimizning temasi tegizliklar ham tog'lar bo'ladi. Tegizliklar, tog'lar, qalqulliqlar, tubanliklar, tavshiqlar, qora o'zan ham yerimlar, bular borasida qora yer üstligining formalari. O'quvchilar, aytыңыз әле, нәрсә соң ул tegizliklar? Tegizliklar qora yer üstligining tegiz yoki ozmi ko'pmi tegiz uchastklari. Lekin tegizliklarda turli bo'la. Tegizliklarda tuban o'rinlar, tubanliklar ham biyikroq o'rinlar qalqulliqlar deb atala. O'quvchilar, aytыңыз, yer üstligining qay bir formalaарын birgalab chag'ishtirib qarayıq. Qalqulliq ham tog' ko'p yog'i bilan o'xshashlar. Tog'ning da, qalqulliqning da itagi, biti, tubasi bo'la. Itagi yoki tog' osti qalqulliq yoki tog'ning boshlangan o'rni. Tubasi eng buyuk ulushi. Itak bilan tuba orasida tog' biti o'rnasha. Hozir kartaga ko'z solayıq. Rossiya territoriyasining buyuk ko'p ulushini tegizliklar olib tura. Dunyodagi eng zo'r tegizlik Ural tog'laridan kunbatishga taba kunchiqish Yevropa yoki Rus tegizligi deb atala. Оның üstligi bik uq tegiz tugil. Bu tegizlikda tubanliklar, qalqulliqlar, kichkina tavshiqlar ko'p. Tönyoqdan kunyoqqa taba 2500 kilometrga, kunchiqishdan kunbatishga taba 1000 kilometrga so'zilgan. Rus tegizligi osha eng uzun ham zo'r yilg'alarning birsi Idel yilg'asi og'a. Rossiya xalqining ko'pchilik ulushi bu tegizlikda yashaydi. Ilning eng iri shaharlari Moskva, Sankt-Peterburg, Tuban Novgorod, Rostov-na-Donu shu tegizlikda o'rnashgan. Ural tog'laridan kunchiqishga taba kunbotish Sibir tegizligi o'rnashgan. Kunchiqish Yevropa tegizligidan ayrim bo'larak, uning üstligi bik tegiz. Bik ko'p kilometrlar bo'yicha inkuliklar, qalqulliqlar da uchramay. Shuning uchun bu tegizlikda sozliqli o'rinlar bik ko'p. Kunbotish Sibir tegizligi territoriyasidan 2000 dan ortiq yilg'a uza. Bu yilg'alar Ob, Yenisey, Irtish ham boshqalar. Ular Tönyoqqa tabaga, chunki bu tegizlik ozroq Tönyoq Buz okeanina avishgan. Kunbotish Sibir tegizligidan kunchiqishga taba O'rta Sibir yossi tog'lig'i o'rnashgan. Ул шулай ук tegizlik, lekin boshqacha ko'rinishli. Birida tog'li o'rinni xatirlatuvchi yossi üstlikli, shoqti tikka sirtli qalqulliqlar ustunlik eti. Eng zo'r yilg'alar Lena, Angara, Viluy. Jey bu tegizlikda biyuk isi tugil. Amina qishlar bik salqin ham oz qorli. Havo temperaturasi qish kuni -40 gradusga qadar, o'rni bilan -60 gradusga qadar yetarga mumkin. O'rta Sibir yossi tog'lig'i butun territoriyasi mangilik salqin zonada o'rnashgan. Yerning tuңi 1000 kilometrga qadar so'zilgan. Kishilar bu tegizlikda bik oz yashaydi. Rossiya o'zining tog'lari bilan bik donliqli. Tönyoqdan kunyoqqa taba butun il bo'ylab qort Ural tog'lari so'zilgan. Ni uchun biz ularni qort Ural tog'lari deb aytamiz so'ng? Chunki ular bundan 200 million yil ilk borliqqa kelganlar. Biyikligi 10,000 kilometrga qadar jetgan. Hozir Ural tog'larining eng buyuk nuqtasi 1400 kilometrdan ortmay. Bik ko'p million yillar ilk yomg'irlar, jillar, issilik, sovuqlik ta'sir etganga ko'ra, ular ishilganlar.
Шунлыктан бүгенге көндә алар башка таулар белән чагыштырганда тәбәнәк. Элек Урал тауларын Рус җиренең таш билбавы дип атаганнар. Чөнки алар илнең билен бәйләп, аны Европа һәм Азия өлешләренә аерып торган сыман. Россиядә иң биек таулар Кавказ таулары. Тау түбәләре болытлардан да югарырак. Диңгез өсте тигезлегеннән 5000 метр югары, хәтта аннан да биегрәк. Россиянең иң биек тауы Эльбрус. Аны ике башлы тау дип атыйлар, чөнки аның ике көнбатыш һәм көнчыгыш түбәләре бар. Көнбатыш түбәсенең биеклеге 5642 метр, ә көнчыгыш түбәсе 5621 метр. Эльбрус һәм аның тирәсе альпинистларның һәм тауда чаңгы шуу спорты белән шөгыльләнүчеләрнең иң яраткан урыны. Кавказ тауларының зур районы Көнбатыш Кавказ бөтен дөнья табигать мирасы исемлегенә кертелгән. Себернең көньягында Алтай һәм Саян таулары урнашкан. Алар үзләренең матурлыгы, тирек табигатьнең бик бай булуы белән дан тота. Бу тауларда Барс, Ирбис һәм иң зур тау сарыклары Аргар яши. Шулай ук гаҗәеп кызыклы Камчатка вулканнары урнашкан. Монда 28 актив вулкан бар. Россиядәге иң зур вулкан Ключевая сопка дип атала. Укучылар, Россия табигаты чыннан да бик бай һәм аны саклау безнең төп бурычыбыз.